Assalamu alaykum qarindoshlar. Qanday ahvolinglar? Yaxshimi? Alloh salomat qilsin. Men muzikaning haramligi uchun muzika qo'ymay, o'zimning ovozini bilishni to'g'ri ko'rdim. Shuning uchun bugun ovoz orqali tushuntirdim. Men hozir bolalarimga ko'rganinglardek, ya'ni barangi saqa qizartib berdim. Ya'ni mushu yog'lashib ketgan qozonimni, ya'ni sopini ishlatmay turib, har qanday qilib sopini ishlatmay turib qo'laycha tozalamoqchiman hozir. Mana ko'rganinglardek barangini suzib oldim. Mana yog' qoldi. Bu yog'ning yo'qini men sopini ishlatmay turib tozalayman hozir. Oldi bilan buning ustiga men yarim limonni siqaman. Suyini siqaman. Nimishqa limon degan vaqtimizda limon yog'larni o'ziga oson shimirib oldi, yog' chiqib ketish qilib. Chunki bozorlardan olmoqchi bo'lgan har qanday bir sopimizga limonliq deb qo'ygan hatto. Diqqat qilsak. Limon siqdim. Bu limonning ustiga men tuz to'kib oldim. Bu tuzni to'kaman. Limon bilan tuz birikkan vaqtda texmi oson bo'ldi. Shuning uchun men tuz to'kdim. Undaqda bu qozonimni men yana qayta o'choqqa qo'yaman. Biroz isitaman. Bu yaxshi isib bo'ldi. O'choqni o'chirdik. Gördünüz. Hazır. Ben qo'limni qilsam hech bir yog'ning nimasi. Burunqidan yaxshi keyindilam. Sopillab yeyotganlar bo'ldi. Yoki sopuni ishlatishni xohlamasanglar, limonni jiqroq siqsanglar, yana o'xshashlar qazoninglar. Lekin maylar tartibsiz yo'qaydi mana. Mana hozir buningda hech qanday bir maydan asar qolmadi. Limonni jiqroq siqsanglar, may nimalari